Qani olmay. Hozir osh olib chiqaman bo'lmasa. Necha kunlik ishlang qoldi? Ha, 1-2 kunlik ishimiz qoldi. Ha, yaxshi. Hamma shuni 5-6 kunga cho'zishni iloji bormi? Buni baquvvat qilib sekin ish qilsa bo'lar-a? Harakat qilamiz. Qani. Olinglar. Olinglar. Qani aka o'sizlar. Ha, oling qo'shni. Men o'zim qo'vorgan chiqdim-da, qorin to'q aslida. Mayli, gaplashamiz, yoqimli ish faqat. Rahmat. Qayt. Ha dada. O'sha ma'ni bilib qopdi-yu. Yomon bo'plar-ku. Endi osh topdim. Mana. Qorinmasinlar endi. Ha, qo'shni. Ha, siz bilan bir hazillashdik-da. Qani. Ha, bizdan bir hazillashdik-da, qornimiz to'q. Chinligi ham bor. Hozir 1 minut. Kimdir chaqiryapti. Ha, qo'shni. Maziz yaxshimi? Ha? Abid bo'ldi. Chiqmagansiz ustalar xavotir olyapti. Tinchlikmi? Ha, uyda mehmonlar bor-da, o'shanga chiqalmadi. Kakras. Qani. Assalomu alaykum. Abu siz kirmaganingizdan keyin biz chiqamiz Abid qilgan qo'shni. Osh suzinglar. Sharmanda. Aka, nima biladi, ishlayman. Ha, bu kiyoz har kuni Abidni biznikida qiladi. Bugun kirmaganga o'zimiz xavotir olib chiqdik ustalar bilan. Xudo pochcha, qo'shnichilik oqibati uzilmasin. Harakat qilyapmiz-da. O'g'lim, qaynota bilan qaynog'ani oldida yomon sharmanda qildik. Bu qo'shni bizni. Ama aka, shu ishni bekor qildingiz-da. Biz hal jim qarab turmaymiz. Bozorda qaytishi bor-a, biz hal kambek qilamiz. Siz bo'lsa berib tursangiz, shashlik pishirmoqchi edim. Mehmonga qizim kelgan edi. Mana. Ustalarni ham oxirgi ish kuni ekan. Biznikiga Abidga kirsalar, ko'pgina qilib shashlik qilyapman. Hammamizga yetadi. Ha, o'g'lingizga Abid esimda turibdi. Nima degandi? Kambek qilaman deganida. Qo'ying, katta odam muncha balani gapiga kiradi. Kiring Abidga, do'ngizga o'tirmasdan. Qo'shni. Qani, kesillar. Hamma yoq tayyor mana. Qani dagarvalar ovqat topib kelavering, ovqatni. Qani. Qani. Osillar. O'zim qilagaman, o'zimga qadaryapsiz. Qiyashingizga qarang qo'shni. Hech qilsa yo'q, olma yo'raman. Ya bu o'yinchoqmi yo bu olma bu? Bu hali haqiqiy emasmidi? Ketdi usta. Aka, men tura olmayman, boshim aylanyapti. Nimaga? Bu sokmas ekan, ko'kchoy ekan, davlen ham tushib ketdi. Xafa bo'lmang usta. Uyda Abid qilaveramiz. Ha, o'tiribsizlar-da bir. Yerba, ulgurmadim. Abidlar, qo'shni parod qildi. Zato qanday o'g'latdim. Bu qanday ekan? Tosh ekan. G'aday. Ommadine gel yanlar, ommadine gel yanlar.